Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan Toshkent pediatriya tibbiyot instituti nevrologiya kafedrasi assistenti Abdullayev Zafar Hikmatullayevich. Bugun biz nevrologik kasalliklar sabab harakati buzilib yotib qolgan bemorlarni uy sharoitida qanday mashqlar orqali tiklashni ko'rib chiqamiz. Biz bilamizki, yotib qolgan bemorlarda kasalliklarni har xil asoratlari kuzatilishi mumkin. Masalan, yotoq yorilar, deformatsiyalar bo'g'imda yoki muskul kontrakturalar va shu holatlardan qochish uchun, asoratlarni keltirib chiqarmaslik uchun bizni yetarli darajada qonun-qoida va mashqlarimiz bor va shular bilan biz qanday shug'ullanamiz uy sharoitida hozir sizlar bilan birinchi bo'limda ko'rib chiqamiz. Umumiy qoidalardan boshlaymiz, ya'ni yotoq holatdagi bemorlarni boshqa holati, tana va qo'l-oyoq harakatlari to'g'ri turish. Bunga nimalar kiradi? Bosh holati hozirgi holatda bemorlarda qulay hisoblanadi. Agarda siz bundan-da baland ko'taradigan bo'lsangiz, albatta gavda bilan birgalikda boshlarni ko'tarishganingiz ma'qul. Ya'ni yostiqni yana ko'tarib berdi bemor so'rasa, gavda bilan birga, ya'ni yelka bilan barobar ko'tarish kerak. Bo'lmasa bo'yin sohasidagi og'riq kelib chiqadi va bemorga diskomfort bo'ladi. Bu birinchi qoida. Ikkinchi qoida, bemorlar aytaylik o'ng qo'l o'ng oyoq ishlamay qolgandan so'ng, aytaylik insultdan keyin odatda qo'llarini ushlab yotadilar, gavdalarini, ya'ni ko'krak qismiga yoki qoringa qo'yib, bu bemorlarda deformatsiya rivojlanishiga, muskul kontrakturalar rivojlanishiga olib keladi. Shundan kelib chiqib biz har xil holatlarda qo'yishimiz kerak qo'l va oyoq harakatlarini. Masalan, to'g'rilangan holatda bu tomondan ko'rsataman kameraga tushish uchun. To'g'ri holatda bitta poложение bu, qarama-qarshi holatda qo'yish va ora-orada bukib qo'yish ham maqsadga muvofiq bo'ladi va bu har bitta holatimiz har xil holatdagi muskullarni, bukuvchi, yoyuvchi muskullarni deformatsiyasini yoki kontrakturasini oldini oladi va bo'g'imlar deformatsiyasini oldini olib turadi. Oyoqlarga keladigan bo'lsak, oyoqlar zararlangan vaqtda, aytaylik chap qo'l chap oyoq deydigan bo'lsak, bemorda qiyshiq yotish, ya'ni butunlay muskullari bo'shashib ketgan sababli oyoqlarda bo'shashib bir tomonga qarab qolish va bu yurgan vaqtda, ya'ni vaqt kelib oyoqlar harakat tiklangandan keyin yonchalab qiyshiq yurishga olib keladi va shuni oldini olish uchun oyoqlar sog'lom oyoqga nisbatan simmetrik turishi kerak. Masalan, o'ng oyoq turishi va chap oyoq turishi. Zararlangan tomonda biz ko'ramizki, chap oyoq yonga qarab qoladi. Shuni oldini olish uchun har xil valiklar ishlatsangiz bo'ladi yoki uy sharoitida oddiy sochiqdan foydalansa ham bo'ladi. Masalan, sochiqni dumaloq holatda o'raymiz va oyoqni yon tomoniga qo'yib qo'yamiz. Shundan kelib chiqib, bemor oyog'i tekis holatda turadi. Siz holati qanday to'g'ri turishini ko'rish uchun sog'lom oyog'iga simmetrik qo'yishingiz kerak. Mana shunday holatda. Yotgan bemorlarda shunday holatlar kuzatiladiki, qo'l va oyoqda shishlar. Bu asosiy muammolardan biri hisoblanadi va bu holatlarda qanday biz ishlashimiz kerak? Shish holatlari kuzatilsa, biz bemorlarda aytaylik qo'lda shish bo'ldi, qo'l holatini qon qaytib ketishini nazarda tutgan holda, ya'ni attok deyiladi. Qo'l tagiga xuddi shu sochiqdan foydalansak yoki mana bunday valiklardan foydalangan holda balandroq ko'tarib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni biz bilamizki, bemorlarda yotgan holatda tanadan ko'ra pastroq turadi qo'l va bu zastoyga olib keladi va shish rivojlanishini ta'minlaydi. Va biz qon aylanishini yaxshilash maqsadida qo'lni balandroq ko'taramiz tanaga nisbatan va bu bizga attokni rivojlanishini, qon ketishini, qo'ldan ko'ra orqaga qaytishini ta'minlaydi va shishni oldini olib turadi. Bu bitta holat. Endi xuddi shu holat oyoqda bo'lishi ham mumkin. Oyoqga ham xuddi shunday, faqat oyoqni biz nazarda tutishimiz kerak. Tizza ko'prik holatida bo'lib qolmasin. Ya'ni bu tizzaga og'riq keltiradi va o'ta og'riqli bo'ladi. Shuning uchun biz sondan boshlab qo'yishimiz kerak buni va oyoqni oxirigacha yetish kerak. Bu ham mana qonni qayta oqib ketishini, venoz dimlanishni oldini oladi. Venozni zastoylaydi. Orqaroq qo'ysangiz, bo'g'im ochiq qolib ketgan hisobiga bu yerda ko'prik hosil bo'ladi va bo'g'imga nagruska tushadi, og'irlik tushadi. Bo'g'imga og'irlik tushsa, bo'g'imda o'ta kuchli og'riq paydo bo'ladi va bu bemor uchun diskomfort olib keladi. Bemorning holatini o'zgartirish, ya'ni bemor chalqancha holatda yotganda biz bilamiz,
Dumg'aza sohasida, ikkita yonbosh sohasida, tovonlarda yoki ikkita kurak orqasida yotiq yaralar paydo bo'lishi mumkin. Buni oldini olish maqsadida bemorni kuniga biz 7-8 martagacha holatini o'zgartirib turishimiz kerak. Tasavvur qilamiz, bemorda o'ng qo'l va o'ng oyoqda harakat buzilgan va biz holatlarni o'zgartirmoqchimiz. Aytib o'tganimizdek, harakat saqlangan tomonga ko'proq biz og'darishga harakat qilishimiz kerak. Chunki bu tomonda muskulyar tonusi buzilmagan, bo'g'imlarda muammo sezilmaydi. Endi bu uchun nima qilamiz? Sog'lom tomondan, ya'ni zararlangan qo'lni qorniga qo'yamiz va bu tomondan sog'lom qo'l bilan ushlashni so'raymiz bemordan. Sog'lom oyoqni bukishni so'raymiz, zararlangan oyoqni o'zimiz bukamiz. Shu holatda bemorni yonga o'giramiz, ya'ni yelkadan ushlanadi va son o'rta yoki tizzani pastki qismidan buramiz va bemorga yordamlashishni so'raymiz. O'zingiz harakatlantirishga stimul berishingiz kerak, ya'ni buriling deyiladi, buriladi. Bizning maqsadimiz qo'l va oyoq qiyshayib ketmasin va travma olmasin urilib. Endi bemor yotqizdik. Bu holatda yotganlarda boshlar balandroq bo'lishi mumkin va shuni hisobidan bitta yostiq olib qo'yamiz. Bemor o'zidan so'ragan holatda asosiysi bemor uchun komfort. Oyoqni ko'ryapmiz, tizza, to'piq sohalar bir-biriga tayanib turadi va ko'p yotgan bemorlarda shu sohalarda yaralar paydo bo'lishi yoki qizarishlar paydo bo'lishi, og'riqlar paydo bo'lishi sabab bo'ladi. Shundan kelib chiqib biz oyoq oralariga yostiqlarni to'g'ri qo'yishimiz kerak va bu bemorga juda ham komfort yaratadi. Chap qo'lda esa bemorni tanasi ustiga yoki oldi tomonga yostiq qo'yib, yostiqni ustki qismiga ham qo'yib qo'ysak bo'ladi. Asosiy harakatdagi burilgandagi qonun qoidalar shu. Endi bemorni qayta joyiga qo'yish qanday qilinadi? Yostiq olinadi. Bemorni ogohlantiramiz, qo'l oyog'ingizni to'g'ri qo'yib oling. Endi biz bemorni o'ziga aytib stimul berishimiz kerak, harakatga chorlashimiz kerak, og'darish uchun. Tak, qayta tekis holatimizga qaytamiz. Buriling, o'zingiz harakatlanasiz, toza ko'tarib suramiz va oyoqlaringizni tushiramiz. Bu oyoqni tushiring. Yelkani to'g'rilashga yordam beramiz. Boshni to'g'ri oling. Endi biz bilamizki, bemorlar to'g'ri holatda yotaverganda oyoqlarida, bo'g'imlarda og'riq, har xil belda og'riqlar paydo bo'lishi mumkin. Shundan kelib chiqib, yotgan holatda bir nechta qo'l va oyoqlarga biz pozitsiya deyiladi yoki holat orqali bemorlarni davolash deyiladi. Mana bunday valiklardan foydalansangiz bo'ladi yoki oddiy yostiqdan foydalansangiz ham bo'ladi. Aytaylik, bemorni bo'g'imlariga har xil holat berish. Bu holat yana bitta holat, ya'ni bemorni bizda fiziologik tizza bukilishini ta'minlab turuvchi, agarda tizzani bukilishini ta'minlab turuvchi mashqlar qilmasangiz, bemorni bo'g'imlari qotib qoladi va bu juda ham diskomfort yaratadi bemor uchun. Bu holatimiz tizzalar uchun edi, keyingi holatimiz boldir, tovon sohasi uchun, bo'g'im uchun. Aytaylik, reanimatsiyadan chiqqan bemorlar ko'p kuzatiladi. Bu oyoqlari komada bo'ladi va hech kim e'tiborsiz qolgan hisobidan taqalib turadi va qiyshayib qoladi. Shuni oldini olish maqsadida biz aytaylik, yo oddiy yostiqchadan foydalansangiz ham bo'ladi yoki menga o'xshab rezinoviy orqa tomondan kravatga taqiysiz, oldi tomondan bemorning oyog'ini bitta holatda saqlashga harakat qilinadi. Aytaylik, yarim soat, 40 minut yoki 1 soatgacha saqlab, yana olib boshqa holatga qo'yib, yana keyinchalik qo'ysangiz bo'ladi. Bu holat bemorning oyog'i turganda harakat buzilgandan keyin bo'shashib oldiga bukilib qolib va shu yerda deformatsiya bo'lishini oldini oladi va bu aytaylik qisman harakat tiklanib, vaqt o'tgandan keyin harakatga tushganda oyoqlarni tekis qo'ya olmasligini ta'minlaydi va bizga juda ham muammo yaratadi. Qo'llar uchun yana bir holat, ya'ni biz bilamiz, ishlamay turgan qo'llar kaftlar bukilib turgani hisobidan deformatsiya, kontrakturaga uchragandan keyin ochilmaydigan bo'lib qoladi va shuni oldini olish uchun biz har xil valiklardan foydalansak bo'ladi. U sharoitda oddiy sochini o'rab, kaft orasiga qo'yib qo'yish. Masalan, kaft ochiladi. Kaft ochilib, qo'l bilan bukib qo'yib qo'yiladi. Bu masalan qorinda turishi mumkin yoki aytaylik, bu holatda tekis divanda yotgan holat bo'lsa, shuni qo'yib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni bu bizga kaftlarni ochiq holatda saqlashni
ta'minlaydi va keyinchalik harakatga qisman qaytsa ham nisbatan og'riqsiz va tiklanishni ehtimolini oshiradi. Hozirgi ko'rsatib o'tgan mashqlarimiz yotib qolgan bemorlarni to'g'ri joylashtirish orqali davolash mashqlari hisoblanadi.